nondan, xamirdan umuman voz kechish tanamizga o'zi hech qanaqa zarari yo'q. Chunki hozirgi oq unlarimizni tanamiz uchun o'z aslida foydasi yo'q. Lekin biz O'zbekiston sharoitida hech qachon umrimiz oxirigacha nondan, xamirdan voz kecha olmaymiz. Qanchadir muddatda voz kechishimiz mumkin, oz bo'lganimizdan keyin baribir o'zimizni qo'yib yuboramiz. Shuning uchun ham biz shunaqa ozishimiz kerakki, nondan ham, xamirdan ham voz kechmasdan hamma ovqatlarni balansga keltirgan holatda ovqatlanishni o'zimizda intizom qilib shakllantirishimiz kerak. Chunki biz insonlar ozish uchun qaysi yo'lni tanlaydigan bo'lsak, umrbod shu yo'lda ketishimiz kerak. Masalan, kimdir dori ichadi. Dorini to'xtatgandan keyin semirdim. Sababi nima? Sababi aynan yoki dori yoki ukol miyamizdagi o'sha retseptorlar bor. Ovqatni ochlikni, to'qlikni boshqaradigan retseptorlarimiz bor. Aynan o'sha narsani blok qilib turadi. Dori ichmaganingizdan keyin sizni blok qiladigan narsa yo'q-ku. O'sha u qaytalanishni boshlaydi. Yoki kerak bo'lsa oshqozon kestirish. Bu ham hattoki 5 yilda qaytalanganlarni ko'rganman. Oshqozonimni kestirgandim, menda yana semirishlar kuzatilyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, shunaqa yo'lni tanlashimiz kerakki, biz doimiy ravishda shu yo'lda keta olishimiz kerak. Sababi bizning tanamiz vaznimiz doim bir xil qotib turmaydi. Biz har doim yeymiz-ku. Qanaqa qilib o'zimizni ovqatdan tiyishimiz mumkin? Shunaqa yeb ovqatlanishimiz kerak. Doimiy bir xilda turishimizga yordam beradigan balanslangan ovqatlanishimiz kerak. Shuning uchun ozishni eng to'g'ri yo'li faqat shu deb ayta olaman. Chunki boshqa narsani umrbod qilib bo'lmaydi.